Bizim kızlarım var toptum. Şəhərimi deyən kızlarım var. Yiyiciler. Şu özüm işlerim var. Köpeli bilmezliği mümkün. Peki biz böyle var. Az yine damar olanlar çünkü eşim. Şunu da işi de yaman. Yanımda az yine damar olanlar. Mesela okullanım şekillik. O uzun geç küçüğü yaptık hemen hamma söyletler yanımda. Bunu kalemeye koyalım. İşim boştan yaptı. İşime gitti. İt kalıp bakın. Meni işim cicik icra oldu başlandı. Ve bana hayat özümü sunduğumda paraşütümü yapıp çıktım. Ama bu oldu yıkılsam paraşütümü tak oları. Şu oları. O sonra mı? Uy! Yaxşı. Meni az işi. Qoruşdular boru, endi nima qilaman? Men bu yerga kiraman. To'g'ri. Soat necha bo'ldi? O'zim iPhone yetimni ko'raman. Soat 7:30 bo'ldi. İşler köp bo'lishi mumkin. İşler köp bo'lishi mumkin. Unda men chiqish yo'lini qani, kirish yo'lini qani tutdi. Ochiq ekan. Men tezroq joylarni topib olishim kerak. Özüm qurollarni oldim. Sekin ko'rish kerak endi. Hech kim ko'rmadim meni ish qilib. Shu qayerda bo'lishi mumkin? Bu yerlarda yo'q. Bu yerda ham yo'q. Menimcha men yerda katta eshik ko'rdim. Sal qolishib ketishimga. Shishida bo'lsa kerak. Uydachi? Necha bu yer bo'lmaydi. Bu yerda yashiriladi. İşim yok. Birinci beni tecrübe göremem. Uy. Sen kimsen? Görüp aldı. İyi bir gün dakika. Ben de kurulur
To'xta. Qo'lingni ko'tar. Qo'lingni ko'tar. Ana, Melisa chaqiraman. Nega To'xta. tegma? Otama. Tegma, Melisa chaqiraman. Nega tegma? O'ldirib yuboraman. Yo'q. Yo'q. Politsiya. Ana, politsiya. Ana, jinoyat, politsiya. Ana, Qoch. Italab tushyapti. Tez-tezda bo'lish kerak. Tezroq mayda bor ekan. Hammasini ol. Ulgurmay qolishim ham mumkin. Tezroq. Bitta shurayam uramiz. Onu o'ldirib qo'yishim kerak. Jasadni olib ketaman. Qimillama, ota. sen kimsan? Yo. Politsiya chaqiraman. Sen kimsan? Ay. Tegma, bo'ldi, tegma. Sen kimsan? Bo'ldi, men tegmayman hech kimlarga. Tegma. Yo'q, janoyat. Politsiya chaqiraman. O'lib oladi. Onisini o'ldirish kerak edi, boshqasiga kirib ketdi. Motor zep ketib bo'lmasin. Yo'q, tanamaga. Ukamiz. Joyida o'ldi. Endi qochish kerak. Signalizatsiya tiklab ketmaslik. Yo'q. Ishqilib kameralar yo'qmidi? Tezroq. Tezroq. Tez. Sakra. Qani. Tezroq. Ularni joyiga sol. Men nima qilaman? Endi men nima qilaman? Qamalib ketamanmi? Yo'q, nima bo'lmaydi. Lekin qamalishim mumkin. Men 3 ta odamni o'ldirdim. Kechki ta'til qilib, kechqurun sayr qilib kelgan. Mana shunaqa yillarni yomon ko'raman-da men. Yana soppa yori. Achinchi qurolim bor, kim bilmasa bilib olsin. Nima buncha qurol? Dizayner. Bilmadim. Lekin har qanday ko'p qurol bor. Yo'q, menga bunday narsalar kerak bo'lgan jinday sho'rva icha olamiz biz. Ertalab tushdi. Meni istamayapti shekilli. Ertalab tushdimi? Yo'q. Xayriyat. Sayr qilib kelaman. Men endi naradagi ibodatxonaga boraman. Borib o'shalarning ishlarini ko'rib kelaman. Mana. Meyadan yaxshiroq ko'rinadi. Meni ko'rsatib beraman.
garajiga kirib yuraman. Bu yerda dam olish joylari. O'zi talaban tushgan bo'ldi. Mana bu joylar menga yoqadi. Yoqmaydi. Yoqmaydi umuman. Chunki bu g'alati. Lekin bitta narsasi yoqadi. Tepadagi tilladan bo'lgan gumbazi. Men ham mana shunaqa boyliklar bo'larmikan deb o'ylandim. O'ylayman. Menimcha bo'lmasa kerak. Kayfiyatni ko'targan holda metroga tushib ketamiz. Ishqilib. Salom. Ha, qalaysan? Yaxshi. Nechta odam o'ldirding? Senga savol. Militsiyalar hamma joydan seni qidirib yuribdi. Yo'q. Ishim nima? Bo'ldi. Sir bo'lib qoladi. Mayli. Lekin eslatma. Hamma yoqdan seni militsiyalar qidirib yuribdi. Sen eshitmadingmi? Salom nima? Nima deyapman? Havo yaxshi deyman. So'rab ko'rish kerak. Yo, askarlar. To'xtang. Joyingizdan xabarlanadi. To'xtang. To'xtang. Gapirma. Siz 3 ta odam o'ldirganingiz uchun jinoyatga tortildingiz. Siz biz bilan ketishingizga to'g'ri keladi.